11 qism. Qosimmo mahallidagilar bilan qo'l elishib ko'rishishni o'ylab oldiga bir qadam mangdi-yu, lekin bu niyatidan yoltiyib qoldi. Chunki mahallidagilarning noroziligi chiqib turgan alpozini ko'rib, o'zining satlashib qilishidan ansirab qolgan edi. Keyindan Odil Panzimo uning keynidan Nuriman, yana keynidagi mashinada o'ltirgan ikki ayol, yana Qosimning narsalarini setib olg'ili kelgan ikki savdogar tushdi. Mahallidagilar Qosimning buncha bola jiq odamni boshlab kelganligini ko'rib, hech bir ishni tushunmay, bir to'p odamlar ichidan yoshda Qosim bilan tang dematlik kelgan qaramto'l yigitdan birisi: "Oy Qosimjon, nima jiq odam bu? Qandaq shaharda bir hafta turib, bizning yeziga boshliq bo'lib keldinglarmi nima? Tasqalimiz sizlarni taniyolmay qolg'ili. Endi sizlarni Qosim bo'sh demdiq yoki Qosim boshliq demdiq?" Bu gapni anglab Qosim nima deyishni bilmay turibla qoldi. Atrofdagi yig'ilib olgan dehqonlar bo'lsa, paraqqa kulishib ketdi. Bu chaqda Odil Panzo qopib: "Qanda Qosimjo, sizning laqamlarimi bor ekan-a? Ajabna chikinim berib biz bilmabdimiz deysa, Qosimjon bo'sh bo'ladigan laqamkan bu, ha? Qamlashqan isil laqamkan." İşte ötep para fazla. Bu yerge Qasımcan'ın laqımını deyişkel ekenmidik? Yo, Nuriman, Qosimjonga ajoyib yon bossan da sen, ha? Gapni ikki qiz chiqib olsammi chidayolmay qolding, ha? Ha, Qasımcan, uyingiz qaysi tarafda? Bu yerda turavermayli, ishni balduroq tugitib tezroq ketayli. Bu to'piliq jangaldan hozirla bezdor bo'lg'ili turdim men. Nuriman yana atrofiga o'lishib olgan dehqonlarga qarab vaqirab: "Oy, tuqqanlarim, nima ish bo'pti bu yerda? Bizni o'rib elib qarag'ida. Eg'izining suyini quyishib turishqida. Boshqa ishinglar yo'qmi sizlarning? Men qarsanglarmi, sizlarning mahalladagi Qosimjon shu. Tarqilinglar bo'ldi." Dehqonlarmi Nurimanning gapini anglagandan keyin: "Voy, bu nimada qo'pol xotin bu, ha? Shundaymi, nimada qo'pol gap qiladigan xotin bu? Qosimning nimsida bo'lsa-da?" deyishdi. Oradan bir kishi so'rdi: "Ey Qosim, nima odamlar bu? Kelib xotiningning ahvolini so'rab qo'yaymi demaysan-ku? Ayoling selibotgan uyingni solaman deb, putiga yog'och tushib ketib, puti 3 yerdan sunib, doktorxonada yetib-otdi. Necha vaqtdan nega bording deymansa? Tex biz bilan qo'l elishib ko'rishibmi qo'yaymi demaysa?" Qosim bu odamning so'ragan savoliga javob bermay turib, hamda xotinning yaralanganligini anglab, o'zi bilan birga kelganlarga qarab qo'yib: "Mening uyim ovi yangidan bitgan uy shu. Qani uyga kirib qolgan gaplarni ondan deyishayli. Yuringlar." Qosim ularni boshlab uyga kirib ketdi. Qosimning atrofiga o'lishib olgan bir to'p kishilar bo'lsa, Qosim boshlab kelgan ayollarga qarab: "Qaranglar, ey, biz so'ragan savollarga javob bermay ketib bordi-ku. Keyindan ketayotgan ayollarga qaranglar tag'i. Nimondiq uchiq kiyinib olgandi deyman. Hey, bir kechida shaharga ketib, kolosidan odishib qoldimi nima, ha? Qosimniki nimondiq cho'ng o'zgarishlar bu. Cho'qim hiliqi semiz bo'dirchash ayol uning kolosini ozdirgan gap." Oradan yana bir Qosim bilan yaqin o'tadigan birisi gap qildi: "Hey, Qosim uyni selibotgan chaqda ota bovusi kuyib qo'ygan boyliqni tepib oldimi ya? Mana, berib ishingni qila. Yolg'on gap bu. Ota bovusiz deb topolmagan oltinni Qosim tepib olamdi amdilikda. Qip-qizil yolg'on gaplar u, ishongil bo'lmaydi." Lekin Qosimning bir yerlari gumonliqda qiladi juma. Turmushining nacharligidan kanit komitetidagilar uningga haqsiz uy silib berib tursa, uning shaharga ketib, ikki mashina bilan bir munch takrang ayollar bilan kelgini sal gumonliq. O ayollarmi uning kaynidan bikog'i mangmaydi. Bilsam bilmasam, pul chiqmagan er kishining kaynidan qanday xotin kishining mang'ini ko'rgandinglar, ha? Ay, bo'ldi. Bu ishlarni muzokara qilishmayli. O'zimizning ishni qilaverayli bo'ldi. Qosimning bu ishlarimi aman bir kuni oshkorlandi. Shu chaqda qolgan tomoshani ko'maymizmi?
Ishqilib Qosimning bu ishi yaxshilik bilan oyoqlashmaydi. Qandoq debdim? Qog'alamo uning gapini quvallab. Shu. Burundan shundoq Qosimning atrofida shu ayollar bo'lsa yaxshilik kelmaydigandek qiladi. Ay, bu Qosimmi chiroyli satanglarni ko'rib, ko'nglini buzg'a o'xshaydi. Qarg'anda bechora Nisagul xonimga uvol bo'ladigandek turadi. Darhol berib Nisagul xonimga xabar berib bitayli. Qosim ularni qalaymiqan, tek silinib bo'lanmagan o'yliga boshlab kirdi. Uyi tek putib bo'lgan bo'lsa-mu, o'ylisining ichi butunlay qalaymiqan. U yer bu yerlarda toshning parchalari, qish parchalari, o'tin yog'ochlar chechilib yotadi. Qosim ularni o'zi yetib qo'pidiganga yasagan lapas uyga boshlab kirdi. U o'ng'aysizlangan qiyofatda, bu xotin nega ketdikina? Men yo'q vaqtlardami mushundaq turgan bo'g'iymi bu uy? Men bu vaqtlarda qilib pokiz tutadigan bo'lmasa, mening uyim mushu yangidan yer tavrashga chidamliq uy telayotgan bo'g'ashqa sal qolaymi qanroq. Shunaq bo'lsa-mu tartinmay ozoda o'ltiringlar. Odil Bangza, ish qisi yo'q Qosimjon. Bizmi mushundaq o'ylarda turib baqqan. Bo'ldi xijil bo'lma. Buni to'g'ri tushunishga bo'ladi. Yezi degan oshundaq. Bir bulungda qo'y, yana bir bulungda o'tin yog'och, samonliq, hech qisi yo'q. Deb o'ng'aysizlanib turgan Qosimga qarab kulib qo'ydi. Qosimmi bu gapni anglab, chiroyiga kulki yugurib, to'g'ri deysiz. Qani, Nuriman, Xayrgulacha, Subi, Gulmira to'tonlar turolmay o'ltiringlar bu yerda. Degach, uyning bulungiga yig'ib qo'ygan bir ko'pini soldi. Nuriman mastmagan holda, Qosimjon, shunday qilib, mening uyim mushuda. Uyingiz xeyli ozoda, kangri, o'ylingiz chiroyli ekan, deb mastmagan holda to'rt atrofiga qarab chiqdi. Shu xeyli bo'p qo'ydi. Xeyli kangri bo'lmasa. Bo'ldi, o'ltirmay. Mao kiyimimni yangidan olgan. Topsi yo'qib qoladigan o'xshaydi. Qani sizmi qarab turmay yer xati, uy xati degandek narsalarni ep chiqmamsiz? Vaqtida bekor bo'laylik, turg'uchiligim qolmadi bu yerda. Qosim bu gaplarni anglab, yo kulishini, yo xafa bo'lishini uqmay turib qoldi. Mana hozir topay. Deb uyning bo'lingidagi bir bo'g'chini yeshib, uning ichidan ko'k xaltaliq bir so'mkani oldi. Mana uyning kerakli materiallari, yerning materiallari hammasi to'liq. Shuna qilib Qosim yiliq savdogarlar bilan to'xtamlashib, u yerni butun mol bisotini shularga setibatdi. Endi uning bu yurtda tortishqidek xotin bolalardan bo'lak hech qanday narsalar qolmagan edi. Vaqti kelsa, u Nurimanga uydagi xotin bolalarga tortishib yurmaydiganga va'dalarni berib bo'lgan edi. U ishlarni baraqur tugitib bo'lgandan keyin Qosim Nurimanga, Nurima, men ayolim bilan xo'shlashib olay. Sizlar birdam saqlab turinglar. Deb o'ylig'i chiqib turishiga, bo'ldi, saqlashinglarning hojati yo'q, o'zim keldim, degan ovoz anglandi. Bu ovoz Qosimga intoyin tonish anglanib, darrov sirtga chiqdi. Sirtda Nisagul eshak arvasida yotgan bo'lib, beqinida o'g'li, yana bir beqinida osta. Pastga tushadigan imkoniyat yo'qdek qiladi. Nisagul xonimga Qosimning qaytib kelganlik xabarini boyatin uning kelganligini ko'rgan kishilar xabar qilgan bo'lib, u Qosimning qaytib kelganligini anglabla, onasining yolvurishini anglamayla, onasiga deb darhol inisiga eshak karvasini qatqizib chiqib, putining og'irishiga qaramayla uyga yenib kelgan edi. On ikkinchi qissa. Qosim ayolini ko'rib, xuddi bir narsadan shunda qo'rqqandek o'diqib ketdi. Xotin, nim bo'ldingiz? Putingiz nim bo'ldi? Degenicha xotinining oldiga yugurib bordi. Qiynapsi Qosimning yugurib kelganligini ko'rib, ochiqlab so'zlab ketdi.
O vicdansız, nomussuz, qaysi yüzün bilan qaytib kelding? Ayolingni tashlab qo'yib, shaharga o'g'irlikcha qechib ketib, keyningdan bir moncha lolmi ishlarini agashtirib ketsan. Senimi er kishi degili bo'lamdi. Ko'zingni yo'g'on echib qara. Nisagul sening uchun, balang uchun qimlig'ini qammadi. Sen ko'tirmagandan keyin ketmanni qizim ko'tirdi. Sen to'shimagan qishlarni qizim to'shidi. Mushu uyni tutib qilish uchun nima ishlarni qilmadi, ha? Qizim nima jafolarni topmadi? Bilamsan shuni. Gulamxonada so'zlagan siri texmabak ochiq kelib qaynab ketdi. Shaharga kirib o'ynab chiqqan bo'lsa deb qo'yib maqmamsan. Qizimni o'rib yamallatib qo'yib, o'zing shaharga chiqib ketsan qandoq gap bu? Qosim qiynapsining degan gaplarni anglab, tilini chaynab, duduqligini turib qoldi. Shu apa, shu meni apa degichi bo'lma. Apa deyishga salohiyating to'shmaydi hozir. Qizimga yaqin kelgichi bo'lma. Eyta, nimaga kelding? Kaynondagi avnayna xotinlar, nima qiladigan xotinlar u? Kiyib olgan kiyimlarini ko'ray. Bu bir nimalarning qidiraq yetmagandek nomus qilishmaydiganlar. Bu gaplarni Nuriman anglab, makashiltib eg'izida popodan chaynab etildirgach, Qosimning oldiga o'tib, Qosimjonning apsiz shuma? Avi eshak arbisi degan bir nimada o'ltirgan Qosimjonning ayoli o'xshamamdi. Yey, satligini bu xotinning. Shunga Qosimjonning rayi so'p ketibdi-kan asli. Xotirjon bo'lsalar, Qosimjon endi bu uyda turmaydi. Hay, endi bu uy sizlarning bo'lmay qoladigan bo'ldi-da endi. Bu gaplarni anglab, qiynapsining ochiq kelib, Nereden kelgan buzuqsan? Qizimni bunda haqoratlashga sening salohiyating to'shmaydi. Bekar eg'izimni buzib sanmay, eng yaxshisi yo'qol bu yerdan. Yey, mavi o'lmaydigan jaddal qerni nima deydi endi? Xuddi mening buzuqchilik qilganimni ko'rgandek gap qiladi-ya. Buzuqchilik qilib sening eringni ozdirgan yerim yo'q. Bu qeri eg'izingni joylab gap qiljimi? Faqat men bu gapni qilib qo'ydim shu. Qizing faqatli bizning Qosimjonga mos kelmabdi shu. Qosimjonni kichkidan tortib, mushundaq yerda cho'ng bo'ldi desa, hech bir ishongim kelmaydi. Qosim bo'lsa, ikki ayolning o'tirda nima qilishini bilmay, qaysisiga yon besishni bilmay, o'tirda daltidek ikki ayolning qilgan paranglarini anglab turadi. O'chaqda parvida o'ltirgan Nisagul opasining haqoratligiga chidab bo'lmay, yig'olashgan holda baqirib, "Bo'ldi opa, bo'ldi qil." deb gap qilay deb turgan opasini gapdan to'xtatib qo'ydi. Hamda bu ishlarni ko'rib, bo'qildab yig'lab tashladi. Ayting Qosimjon, siz zaten nimandoq o'zgarib ketdingiz? Ota-onangizdan qolgan mol-mulkingizni mushularga setib-etdingizmi? Bu rasmi ayting. Gap qilmay tursiz-ku. Gap qiling deyman. Qimor o'ynagan o'xshamamsiz. Yoki bo'lmasa, bular sizni bo'zaq qilgan o'xshamamdi. Men hergiz yersimlarni setib-etdim degichi bo'lmang. Buni siz bundoq emasdingiz. Abu xotin opamni haqoratlasimi? Qarab tursiz-ku. Bu sizningmi opangiz-ku? Bizning bir umr topgan terginimizni bundoq yo'q qilaversangiz bo'lmaydi, Qosim. Nisagul bu gaplarni qilib o'g'icha yuragini qamollab tutib qoldi. Uning bu hozirgi hissiyotida putining og'riqi hech qanday og'riq hisoblanmaydi. Qosim bo'lsa ayoliga gap qilolmay, yerdan beshini ustun ko'taranmay turib o'tadi. Oradan Odil Pangza gap qistirdi. Menga qarang-ada. O mundaq ish. Qosimjon mening do'stim bilan shaharga chiqibdi-kan. O do'stim bilan bak yaqin o'tadi. Shuna qilib Qosimjon bilan obdonli chiqishib qoldik. Qarsam o'zi obdan muloyim bola ekan. Shunga uchimiz birlashib, birlikda savdo qilaylik deb shirkatdan birini qurib, mashina savdosi bilan shug'ullanyapmiz. Shunga Qosimjonga ozroq pul lozim bo'lib qilib, amal bo'lmay yarsimillarni setibdi. Mush savdoda foyda ola olsaqla, yana ozroq vaqt o'tgandan keyin qaytib keladi. Buni to'g'ri tushuning-ada. Pangza Qosimning qiynapisining qo'liga bir kallak pulni tutqizib qo'ydi. Qosimning qiynapisi Gulamxonada pulga ko'z qirnimi sep qo'ymasdan
texmi bek ochiq kelib, qo'liga tutqizib qo'ygan pulni Qosimning kallasiga aytibdi. Nima deysan? Meni mushu pulga gol bo'ladi deb qoldingmi? Yoki meni do'staralik ko'rib qoldingmi? Sening oy ikki tok pulingga oldinadigan sarang tepivatamsan. Qarab turib qizimning baxtini mushu sesiq pulingga tegishaman mana. Qiziq gap bo'ldi-da bu. Mushu Qosim shirkat qurib savdo qila oladigan bo'lib ketibdi-ma shaharga kelib. Yerga suv qo'ysa, o'nglab qizim bo'lmasa erqini etanmaydi. Bo'ldi qizim. Bu ishlarni Kenit komitetiga ma'lum qilaylik. Shular bir taraf qilib bersin. Bu Qosim degan ahlining necha yil turmada yotsin gunohi tugamaydi. Gulamxon adining ochiqdan ko'zlarining chanoqlari yoshga to'ldi. Qosimning kallasiga otgan pul bakrak ching tegib ketamo qandaq ikki qo'lida beshini silab, "Apa, men bu savdo qila olmayman. Mening Nisagulni tashlab etkim yo'q. Uzunga qolmay bu yerdagi uylarni qaytarib olaman. Mening qiynalib yerlarim bor. To'g'ri tushuninglar." Aqzingni putimga qarab baqa. Mening putim nima uchun sinib ketibdi? Bilamsan shuni? Avu selib bitirib qo'ygan uyga qarab baq. Bir haftaning yo'qsan yo'q. Uyni selib o'ri qilib qo'ydik. Hatta o'zisi yog'ochmi ilib chiqib bo'ldi. Shu ishlarni sen erkishi bo'lgandan keyin bir qo'lliq qilishing kerak edi-ku. Sen nimenga erkishi? Sen de erkishi bo'lding-ku. Bu gaplarni deb bo'g'icha Nisagulning ovozi titrab, o'zini tutib ololmay, yana ko'zlaridan taramlab yosh chiqib ketdi. Qosimning bu holati qaytib kelganini ko'rib, uning yuragini aytib tugatkusiz azob chirmab oldi. Uyni darhol qaytarib olsinlar. To'xtamni darhol bekor qilib olsinlar. Balani bo'lsa-mu o'ylab qo'ying Qosim. Balamizmi hali cho'ng bo'lib qoldi. Nisagul balani Qosimning oldiga ittirib qo'ydi. Bir tarafdan Nuriman so'zlab qopdi. "O, işte, nima deydiganda bu xotin? Tezиш bo'lgan to'xtamni bekor qilib atgili bo'lmaydi. Bu yerda manqillarni eqitib yig'ilgan bilan bekor. Kallanglar ishlamasa, sizlar haqning. Qosimjon sizlar uchun jafo tortib pul topay davatidi. Bo'ldi Qosimjon, u xotinning xitini berib yeting, ha? Bu xotin bilan davomli o'tib versangiz, sizning umringizni mushu sarada o'tib ketgidek. 2-3 kun mushu yerda turadigan ish bo'lsa-mu, sizni bu xotindan ajrashtirib etib ketaman men, ha? Bu chaqda Qosimning bolasi Abdulla yig'lab, Qosimning oldiga keldi. Qosim endi yig'ilgan bolasini bazlab, yig'dan to'xtay deb bolasining qo'lini tutishiga, Nuriman bolaning to'shidan ittirib etib, "O, işte, bu sizning bolangizmi Qosimjon? Nimandaq mehnatchon bo'lgan bola bu. Neri baratas? Menga onangning yeniga berib tur. Bo'ldi qilinglar. Qosimjonni mushu bola bilan bog'lab turamiz deb o'ylab qolmanglar. Meningmi bola tug'digan yerim kutib qolgani yo'q. Qosimjonga bola lazım bo'lsa-chi, bu droqni o'g'ildan nechini tug'ib beraman. Yuring, hozirla ajrash rasmiy etib bejiring. Bugun sizni ajrashtirgan. Lekin Nuriman. "O, işte, lekin pikiningizni qo'ying, ha? Nuriman, mening gapimni anglab qo'ysangiz bo'lmamdi deyman. Oldi bilan mening ishim tugagandan keyin ondan qilsaqmi kechikmaymiz. Mening haliq ishim bir tugusin. Ajrashadigan ishlarni keyin qilaylik. Hamini ajrashadigan ish bo'lgan ekan. Bo'ladi, amsa. Bu yerda ishimiz tugagan bo'lsa, nopos kimlik qatorliq narsalaringizni elib eling. Ichkariga chiqqanda lazım bo'ladi. Keynidan Qosimning mol-mulkini setib olgan eliq sodigar, "Bo'ydan vaqtida ko'chib chiqib ketinglar. Bu yerdagi narsalarga hech qanday chiqilishga bo'lmaydi. Bu narsalar endi menga tava. Agarda bir tal narsalar ziyon zahmatga uchrab qolsa, soqchiga ma'lum qilib ziynimni to'ldiman. Yana etizliqdagi ziroatlarga chiqilishga bo'lmaydi. Men Qosimjondan hamma narsani to'liq setib oldim." "Ha, anglashdingmi? Qosimjonning bu yerda hech qanday narsasi qolmadi. Bu yerda Silimichu, xenim, uydagi bog'chalarni ko'tarib, onalarning uyiga chiqib ketsalar." deb Gulamxon adining oldiga kelib, bir bog'lam pulni tashlab qo'yib, qog'onlar bilan mashinaga chiqib, Qosimni saqlab turdi. Qosim xotinining yeniga kelib, "O'zingni asra xotin. Men mangdim. Abdullaga yaxshi qara." "Og'zingni yum, u itning bolasi. Meni xotin degichi bo'lma. Yana o'g'lim Abdullani eg'zingga olg'uchi bo'lma." Deginicha Qosimning yuziga bir tasdik soldi. "Sen ezivatsa, bilamsan shuni? Ko'zimdan darhol yo'qol.
Endi ko'zimga ikkinchi ko'ringuchi bo'lma. Ba'zan ishlarni sen tushunmaysan. Qoldi ishlarni men ichkirdan kelgan chaqda tushuntirib qo'yay. Tushuntirib qo'yarmish dehi. Kelar qitim oldimga kelgan chaqda ajrish xiti bilan dilla elib kel. Ajrashgan bo'lsa murodingga yetkazib qo'yay. Sendekna ahli bilan uy tutquchiligim qolmadi. Bu asarning bugungi anglitishi mush yerda tugdi. 13-qism. Qosim ortiq gapni qilolmay, bolasiga xo'sh debmi qo'ymay, mashinaga chiqib ketdi. Qosim shaharga qaytib borgandan keyin dakki-dukkida 2 kunni oron o'tkazdi. Nuriman, iliqi bizning yerni setib olgan adash hech bir kartaga pulni urib bermaydi-ku. Shu beti yo'qib ketmasa. Nədiki gapni qiladi ekansiz Qosimjon? O degan fangizning yaqin do'sti. Uningdan xotirjam bo'lsangiz bo'ladi. Ertagacha ichkariga yo'lga chiqsak bo'larmikin deyman. Bexatarlik sanduqidagi oltinlar musha yerda turib tursin. Uni yenimizga ilib olsak bexatar bo'lmaydi. Agar soqchilar bayqab qolsa, gumonlanib qolgan shu. U kimda ham ishlangiz oshkorlanib qoladi. Mayli, Nuriman. To'g'ri o'ylabsiz. Oshkorlanib qolmaydigan ish bo'lsa, shundoq bo'lsin. Shunisi qayerga boramiz? Menchi bo'lganda Sojuga borsak bo'lamdikin deyman. O yerda Fanzining do'stlari ko'p. Shu yerda 2-3 oylarni o'tkazib, sayohat qilib kelsak bo'larmikin? Ichkariga chiqib, ko'zingizmi echilib qola. Bundan keyin bunday fursatlar bo'lamdi, bo'lmamdi, buni bilmaymiz. Maylamisa. Atadigan yo'lga chiqamizmi? Shunda qilayli. Kech bo'lganda biletni zakaz qilib, atamangayli. Qoldi ishlarni Fanzi shu yerdagi odamlar o'rlashtirib qo'ydi. Oldimizga chiqadigan odam bor. Qosim ichkariga chiqadiganning gapini anglab, ko'nglidagi beyaramchilikni yo'qib, ko'ngli ko'tarilib, xo'shal bo'lib qoldi. Lekin u ichkariga chiqib, o'zining setilib ketadiganligini sodala o'ylab, xiyoliga keltirmagan edi. U yetishining oldida munchiga kirib, birer soatdek munchiga tushib, Nurimanning oldirtishi bilan oram degani chiqdi. İchkiriga chiqish xo'jaligida 2-3 kunning oldida yuz bergan ishlarni kollasidan chiqarib etgandek qiladi. Oxiri u kutgan tongmi otdi. Poyezd stansiyasiga bordi. U bu umrda avtobusga andimoni chiqib boqishga, poyezdni ko'rib, eg'izi qo'liqiga yetib, shundoq xo'shal ko'rinadi. Yanida Nuriman bo'lsa, xanzucha bir nimalarni qoldirlab, kimlardir bilan paranglashib o'tadi. Qosim o'qimagan nodon savotsiz bo'lg'achqa, uning nima deb so'zlashayotganligini tushunolmay, uning eg'iziga qarab o'ltirg'ach, ichkariga borgandan keyingi go'zal manzaralarni ko'z oldiga keltirib, xuddi o'zini mushu poyezd stansiyasidagi eng boy, mo'tvar odamlardek chaqlab, tamoq chekib o'tirib. Oxiri u o'zi orzu qilgan poyezdga chiqib, Sojuga yo'l oldi. U hayajon bilan "Wow! Qandoq aqlli odamlar yasagan bo'g'ayti bu yilondek nimani? Og'ir chiqib yiqibdiman juma mashinasiga. Burun televizorlarda ko'rsam, mushundaq narsalarni bormidi deb qoptikanman. Hey, mana bu fursatlarmi menga kelib qopti. Pul bo'lsa jangalda sho'rpa degan shu-da. Bizning mahallada poyezdga chiqib boqqan odam sanoqliqligu deyman. U shularni o'ylab etib, tuyuqsiz xiyoliga ayoli va bolasi kelib qoldi. Ay, u xotinnisi. Men amdilikda cho'ngroq bir ishni qilay deganda qo'llab qo'ysa bo'lmamdi deyman. Men ya kichik bola bo'lmasa. Shunlashqimi o'zining turqishi qachonliq qarz shu betila turdi. Har qanday ayolning mijozi shundoq Nurimandek bo'lsa bo'lmamdi deyman. O'zim olayim. Ken qo'rsoq. Xilijiq ishlarni ko'rgan ayolda bor. Qarg'anda Nurimanning deganini to'g'ri o'xshaydi. Bu xotinni qo'yib etmasam, keyingi umrimda sahroda ketmanchib yuradigan o'xshayman. Asta menmi Odil Pangzga o'xshash xotinni yangilisam bo'ladigan o'xshaydi. U qisqigina 10 kun ichidagi qo'shal xo'ram yashagan vaqtlarini eslab chiqdi. O Nuriman bilan tanishgan tunji kunidagi oqshomqi yana kech-kechlab qilgan so'rinni, shu so'rindagi tamoq chekayotgan
aroq ichayotgan qizlarni o'ylayotdi. Shunda qilib poyezdda 2-3 kun mangandan keyin ertasi deganda Sujug'imi keldi. Ular poyezddan tushib birdan turgandan keyin bir yoqdan shundoq semiz pang'iziga o'xshaydigan bir qarashda pang'izining inisiga o'xshab qog'udak qo'shimi qosh, tambal, taqirbosh, ko'zoynak taqib olgan bo'lib, ular tarafga qarab kelyotdi. Keynida 2-3 odam uning keynida agishib kelyotdi. Qarama-qo'la shu semizning odamidek qiladi. Nuriman Qosimga qo'lini uzatib, kelayotgan odamni sharatlab, "Ava biz taraf kelayotganlar, bizning oldimizga chiqqanlar. Fangzining birodari Alim Tatuq. Keynidikilar bo'lsa, uning bilan ovqat qiladiganlar." deb ular oldiga kelib bo'g'icha tanishtirib qo'ydi Nuriman Qosimga. Alim Tatuq degan semiz Nurimanning oldiga kelib, "Oy, yaxshimi, qandoq yanga? So'jo'ga muborak qadamingiz yetib qapti-g'o bugun. Odilkam telefon qilib ekan, sizlarni keladi deb, hamma ishlarni o'rinlashtirib qo'ydim. 1-2 kun mehmonxonada yetib turinglar. Sizlar turadigan dachiga tozliqchilarni taklif qilib qo'ydim. Uninggacha tozliqchilar tozliqni qilib tugitib bo'ladi. Shu chaqda dachiga berib tursizlar." U gapini tugitib Qosimga qarab, Qosimjon degan siz shumi? Adlakam gapingizni qilib bergan edi. Sizni obdan kutanmay qolsam kechiring. Oldin kechirim so'rab olgan bo'lay. Yo'q, undaq emas. Kechirim so'rag'idek ishlarmi yo'q-ku bu yerda. Tatuq keynidagi balalarga bo'yra qilib, qarab turishmay, Qosimjon akaning qo'lidagi narsalarni elishmabsa. Ular darhol Qosimning qo'lidagi yuk taqlarni elib sirtqa chiqib ketdi. Yuring Qosimjon. Safar ardoqini chiqiramiz. Qolgan paranglarimizni mehmonxonaga borgan chaqda oldirmay deyishib olamiz. Sizlarni poyezdda menga pek charchab ketgansizlar. Bugun kash so'rin qilmayli. Aram elib elinglar. Atkash hammamiz yig'ilib, cho'ng bir so'rin tuzayli. Qandoq demadi? Nuriman uning gapini qo'llab, "Ha, shundoq qilayli. Tatuq, bugun bek charchab ketdim. Qosimjon bilan birdan So'jo'ning yaxshi yerlarini aylanib, aram elib olayli. Qolgan o'yin tomoshalarni keyin o'ynamiz." Qosimmo Nurimanning gapini qo'llab, shuna qilayli, deb qo'shiq selib qo'ydi. Orani birdam jimjitlik bosgandan keyin Nuriman Tatuq bilan Xanzucha bir nimalarni qoldirlab so'zlashib ketdi. Qosim ularning so'zlashgan paranglarini tushunmay zerikib, So'jo'ning shahar manzarasidan zuq og'ach aynak tarafga qarab o'ltirdi. Ular mashinada yarim soatlar mangandan keyin bir cho'ng mehmonxonaning oldiga kelib to'xtadi. Hamda mashinadan tushib, yotoqqa kirib, narsa keraklarini yig'ishtirib bo'lgandan keyin, "Hada, mavo mashinaning oshiqchini sizga qo'yib qo'yay. Zerikkan chaqda shaharni mashinada aylanasizlar. Bir ish bo'lsa, menga telefon qilinglar. Mening hozir bejirdigan ozroq ishim bor edi. Men menga beray. Deganni ko'rishayli." deb xo'shlashib, mangdigan chaqda Nurimanga Tatuq Xanzuchi bir nimalarni deb qo'yib, xo'shlashib chiqib ketdi. "Qanday Qosimjon, So'jo'ning manzarasi bo'lamdi ekan." "Voy bo'lmamdiki. Karomat go'zal yer ekan bu. Tez taraflarda shaharni bir oylantirib chiqsangiz qandoq? Shahar deganning manzarasi kechasi bek go'zalishib ketadi ekan-da, ha?" "Ha, ma'qul. Birdan ichib-pishqimizni chiqarayli." deb yotoqqa kirmayla Qosimjonga surkaligila turdi. Voy. Qachonlik qarsi kallingizda osh xiyol bor ha sizning. Dehi atganlik nashtami qilganimizmi yo'q? Qo'rsiqim osh dehi meni. Bormidingizmi deyman mush safarda. Birdab orimizni elib olsak, vaqt degan bog'i. Bo'ldi qiling'a, oqshomlikqa bo'lsa. Qiziqda, siz mening surkilib qo'yganimga xo'sh bo'ling. Xuddi bir poyezdda o'rib turib kelgandek gap qiladi ekansiz. Yelimi poyezdi yetib birib sag'ram qopirib qolay deydi meni. Voy xapomanga, kilinga o muqim o'tdan tatliqliqini. Ular kashbog'icha arimini elib quyosh botgan chaqda mashinani haydab Qosim bilan ikkisi So'jo'ning manzarasidan to'yg'ich tomosha qilib,
orin deganda yotoqqa kirdi. Atsa deganda Nuriman o'rnidan qopib, Qosimni tortqishlab uyg'otib, voy Qosimjon, Qosim, turing o'rningizdan, nashta qilib kiraylik. Qosim ko'zini yomon tasdi ichib, yuz ko'zlarini yuyib, sirtqa chiqib, noshtilik qilib, yotoqqa qaytib kirdi. Qosimjon, nopus kimlik narsalaringiz qani? Qanaq, o narsalarni so'rab qoldingizku. Nima qilasiz? Sumkada bor. Boshqa ishmi yo'q? Kimlik nopusingizni menga bering. Azroq ishlatadigan yerim bor. Qosim Nurimanning gapini anglab, ortiq o'ylab ketmayla, gap qilmay, Nurimanga kimlik bilan nopusni elib berdi. Yotoqda turib turing. Men hozirlik kiraman. Deb yotoqdan chiqib ketdi. Olazal yarim soatlar keyinidan eshik chekildi. Qosim: "Kim o?" Men olim Totuq. Qosim berib eshikni ochdi. Totuq yuz yotoqning ichiga kirmayla, Nuriman adam sizni bir yerga elib berishimni aytgan edi. Shunga kelishgan. Yuk taqinlaringizni elib eling. Bu yotoqni qaytirib atdi. Ma'qul. Deb yuk taqinlarni yig'ishtirib, Totuq yuzning keynidan mangdi. Totuq yuz uni o ko'chalardan agiltib, eng oxirda bir tar xalta ko'chaga kelgan chaqda mashinani to'xtatdi. O tar xalta ko'chalar bir qarashdilla odamga toza yaxshi ta'sir bermaydi. O ko'chaga qator 3 odam tizilib mangsa, oram sig'ilishib mangalaydi. Shu ko'chani bo'ylab, shu tar ko'chalarda qator ketgan bir ig'izliqdan uylar bo'lib, uyning ishlaridan kimligini, qaysi millatdan ekanligini bilgili bo'lmaydigan ayollar eshikdan beshini chiqirib marab turishatdi. Qosim o tar ko'chalardan Totuq yuzga agishib ketib etib, nimishqidir o'zini bir xil xotirjamsizlik, jiddiychilik qoplab ketgan edi. U oxiri jiddiychilikni pasaytib bo'lolmay, Totuq yuzning peshini tortib, "Voy olimjon, bu nima bo'lib ketdi endi? Meni nega boshlab ipmangdingiz?" Olim bu gapni anglab kulib etib, "Texij o'qimadingmi kalva? Biz bilan birga bozor o'ynashni o'rganasan. Tafsili aniq depasam, o'g'irlik qilishni o'rganasan." Bu asarning bugungi anglitisi mush yerda tugdi. 14-qissa. Qosim bu gaplarni anglab, bir soatning oldidagi xo'jalliklari nalargadir g'oyib bo'lib, boshlari qiyib, gangirabla turib qoldi. Nima? Chaqchaq qilma Totuq. Manga ava. Sana chaqchaq qiladiganlar kimning cho'lisi? Tez manga oldimda. Deb Qosimning patinidan tutib oldiga ittirdi. Qosim tuyuqsiz yuz bergan bu ishni ko'rib, yoki yig'lashni, yoki kulishni bilmay, "Mening uyim, mening pullarim, Nuriman qani? Menga bunday qilsang bo'lmaydi. Men Pang'izning yaqin do'sti. Bo'ldi, ularga hozir telefon qilaman." Deb yonchiqidan telefonni chiqarib Nurimanga telefon qildi. Lekin uning telefoni mulozimatdan to'xtadi deb chiqib oldi. U yana qayta sinab urdi. Yana o'xshash chiqib oldi. "Bo'ldi, meni Shinjongga olib qo'y. Men Shinjongga ketaman. O'tkazgan jinoyatim uchun turmada yotadigan ish bo'lsa-mi mayli." "Shinjongga ketaman? Uxlab tushgaman. Undaq oson ish yo'q. Bo'ldi, sen olib qo'ymasang, hamma o'zimni saqchiga ma'lum qilaman." Deginicha tar ko'chadan oyatdan o'zi kirgan cho'ng ko'chaga qarab yugurdi. Qosimning yugurib qochqinini ko'rib, Totuq eg'izda birini isqirtib qo'yibdi. Uning isqirtib qo'yishi bilan qoyoqlardandir 5-6 bolalar paydo bo'lib, uni qichibotgan yerdan tutibla, uni yerga yiqitib, biqiniga tepib, urib bo'lgandan keyin uni asta yo'lab bir uyning ichiga olib kirdi. Ular oldi bilan kichik uyga kirib, o uyning eshigidan yana bir uyga kirdi. Ular bu uydan chiqqandan keyin cho'ng bir hovliga chiqdi. Hovlining ichida 8-10 odamlar bir yerga yig'ilishib, kort o'ynayotgan bo'lib, ba'zilari 10-15 yosh, yana ba'zilari 20 yosh, 25 yosh atrofida edi. Ular Qosimning kirganini ko'rib, uni mansitmagan holda qarab kulishib ketdi. Qosimni shu hovlining ichidagi bir kichik, qorong'u, zay,
hech qanday derisi yo'q uyga akirib solab qo'ydi. O qarang'i uyning ichidami yana bir solaqliq bo'lib, yuz ko'zlari ishib, ko'kirib, to'nuqsiz holatda bo'lib ketgan edi. Meni chiqirib deyman. Men Nuriman bilan ko'rishiman. Men Nurimanning yaqin do'sti. Nuriman meni yaxshi ko'rdi. Men uyimga qaytib ketaman. O shundoq o'llik, ichinishliq to'lab qo'yib, o'rnida lastida o'ltirib qoldi. Oyatining yoqi yegan tepining dastidanmi ballari, beqillari og'rib o'tadi. O yukinib o'ltirganicha eliqi yuz ko'zini to'nuqsiz bo'lib ketgan boladan "Sen kim o? Nimadoq bo'lib ketding sen?" O hoylida o'ltirganlar nima ish qiladiganlar? O bola ochiq kulib qo'ygandan keyin nima ish qiladi? Shu o'g'irlik qiladi. Ba'zanlari sana o'xshash. Nuriman ada deydigan qanjuqning kaynidan agishib kelganlar. Yana ba'zilari Pangza deydigan siyimizning kaynidan agishib kelganlar. Ularning hammasini ichkariga oldib akilib setavatdi. Endi bu yerdan ketaman deb o'ylama. Bu yerdan mangu ketamaysan. Saqchiga ma'lum qilsang bo'lmamdi. Saqchiga? O shunaq deb ochiq kulib qo'yib, "Seningchi saqchi bizning gapimizni anglab qo'yami? Saqchiga ma'lum qilsang, tugashkining shu. Sening ishga a'zolaringni elib sotadi. Uning kaynidan seni daryoga opirib tashlab yetadi. Mening mav yuz ko'zlarimni ko'rdingmi? Men tunugim bir kunlik vazifamni o'rindab bo'lamaganligim uchun mushundaq tayoq yedim. Agar saqchiga ma'lum qilsang, qanday bo'lmoqchi edi? Boshqa yo'l yo'q, o'lasan shu. Eng yaxshisi saqchiga ma'lum qiladigan niyating bo'lsa, darrov yan. Eng yaxshisi bizning deyishgan gapimizni ular anglab qolmasa. Qosim uning degan gapini anglab, lassada bo'lib qoldi. Ham o'zining Nurimanga qandoqsiga aldanib qolganligiga ishongisi kelmaydi. Mana endi u pushaymon qilgani bilanmi bekor. U yana qayta bir qaytam boylik tepib elib shaharga chiqqan kundan boshlab Nuriman bilan daryo bo'yida tanishib, bugungi kuniga qadar bo'lgan ishlarni birma-bir eslab chiqdi. Hamda o'zining buncha cho'ng xatolikni o'tkazganligiga ishonmay yotdi. Uning xiyoliga mahallisidagi uyi, yig'lab yuragini tutib qolgan ayoli, qaynopasi va o'g'li kelib, o'zining haqiqatan ozg'onligini tan oldi. Oradan bir soatlar o'tgandan keyin eshikni bir taraqshtib ochdi. Endi u uyning ichiga solib qo'ygan yiliqi bolani elib chiqib ketdi. Qosim qorong'u zaypurab turgan uyning ichida xiyolga cho'kib, qanday qilishni bilmay gangirab jimmidi yetib. Yana birdan turgandan keyin eshik qaytadan echilib, ikki bola kirib, Qosimni yo'lab sirtqa elib chiqib, o'ylining yon tarafidagi bir uyga elib kirdi. Uyning ichida totoq, tamak tishlab, beqinida bir qiz bola bilan aroq ichishib o'ltirgan bo'lib, Qosimning kirganini ko'rib, qo'lida ishoratlab, o'rindiqda o'ltirishga buyurdi. Qandoq nochi? Biraromki ichib qo'yamsa? Boyatin odamlarim sal qo'pollik qilib qo'ydi. Ko'nglingga ammo, Lekin ba'zi ishlardan ehtiyot qilib yur. Bo'lmasa odamlarim yana bakrak ko'nglingni ranjitib qo'ydi. deb so'zlagach, Qosimga bir rumka aroqni tangladi. Qosim o zay uyda yetaverib, atgandan beri noshtalar qilmag'ashqa lavlari qurib, ochliqdan qo'rsqi ko'kirib ketgan edi. Qosim totuq sungan aroqni guppida ichib etib, "Men endi nima qilishmoqchi? Men butun mol hisobimdan ayrildim. Endi hech nimam yo'q bo'pti. Qanday qilmoqchisiz? Nuriman degan qunjuqni tutib oladigan bo'lsam, bir nima qilvatmasam hisob emas." Voy, Qosimjonga yurak paydo bo'lib qopti-chumu. Necha kundan beri Nurman hadamning ko'ziga qarab yurgan odam endi bir nima qilib etamish. Dedi totuqning yanida o'ltirgan ayol. Uning qo'liga bu ovozlar bayli tonish anglandi. O totuqning yanida o'ltirgan ayolga qarab, uning ko'zlari parqirab, chekchib ketdi. "Subi, sen o qanjuqlar?" deginicha qo'lidagi aroq rumkasini onun atqili qo'lini ko'tarib turishiga totuq o'rnidan turib, ta'tir shapaloq bilan Qosimning o'ng engiga birini qo'ydi. Shapaloqning tegishi bilan Qosimning burnidan issiq qon sirg'ib chiqdi. Qosim o'ziga qattiq tekkan shapaloqdan kayniga dojib o'ltirib qoldi. Qosimjon deb qo'ysak, o'zingni bilamay qolgan yerlaringmi bu?
Qaysing ba? Mavi harmini darhol zay uyga solab qo'y. O'shini topolmay qolgan bo'lsa, shu yerda qattiq o'ylanib tepib olsin. Uning gapi tugishi bilanla ikkisi kirib, uni boyatinga solab qo'ygan zay uyga yana solab qo'ydi. Yerim kecha bo'lganda, o'ylida kimlarningdir voyjallab, varqirab ketgan ovozi anglandi. U ovozlar o'ylida birdam anglangandan keyin yana Qosim yotgan qorong'i uyning ichiga bir odamni ittirib solab qo'yib chiqib ketdi. U taxminan 15 yoshlarga kirgan bola bo'lib, bir qarmoqqa o'g'il bolalardek turardi. Qosim uninga ichi og'rib, "Oy ufkamoy, ular seni nima qilganga buncha bola o'g'rib ketdi endi." O bola uninga qarab qo'yib, "Nima qari?" "Oy, ha, xafa bo'lmagan singlim. Sen qiz bolama? Qarsam o'g'il bolaga o'xshab ketdim. Shunga o'g'il bolam ekan deb qoptaman." "Qanda, sen mi yangidan kelgan o'xshamamsan? Sen mi Nurman degan buzuq ayolning aldam qalsiga tushganning birisikansan-da?" "Bu nim degini? Sen qanday bilding?" "Uni bilish ketmaydi. Bu yerga aldinib kelgan erlarning hammasi degidek Nurman degan buzuqning damiga tushganlar." "Emis senchu?" "Menma? Nimandaq to'liq savol so'rayversan. Sening bilishingning hojati yo'q. Uyqung nuqlig'ini." O qiz uningga to'n tegib qo'yib, bir bulonga berib dugduyib o'ltirdi. "Voy, o'zing kichik bo'g'oning bilan ochig'ing xili yomon kansanglar, ha? Sen so'rsang bo'ladi. Men so'rsam bo'lmanda. Hay, dunyoda meningdekmi ahmoq odam bo'lamdi deyman. Deh bu yerni orzulab ketganim qiziqdi. Ichkariga tezroq chiqib kirishni orzu qilib ketibdiman tehi. Bu yerga kelib bunday kuniga qilishimni o'ylabmi boqmagan edim. O'zimgimi oz. Hammamiz shundoq bo'lgan. Dastlabida menmi orzu qilgan edim. Bu yerga kelgandan keyin pushaymon qildim. Men hozir uydagilardan ayrilganimni 1 yildan oshdi. Balkim uydagilarim meni izlashdan voz kechgandi. Bu chaqqicha yemagan tayoqlarimni oz qoldi. Bularni deb kelsam uzun, eng yaxshi bugun oramni yaxshiroq elib ol. Atidan boshlab mashq qilasan. Lekin bir ishni esingda ching tut. Uzoqroq yashashni o'ylasang, hargizmi saqchiga ma'lum qilg'uchi bo'lma. Bo'lmasa, o'zingni xohlamaydigan yerda ko'rib qolasan. Nima deding? Nimani mashq qilaman? O'g'irlik qilishni mashq qilamdim. O'lsammi undaq mashqni qilmasmi nima? Ko'ramiz, atigacha holingni. Bu yerga kelgan nochilarning hammasi shundoq bu atqan, lekin ular aramizda pishgan o'g'irlar bo'lib chiqdi. Sujudagi eng dangliq o'g'irlar Tatuqning qo'lida. Balkim senmi bir kunlarda shu dangliq o'g'irlar qatoridan o'rin elib qilishing mumkin. Atisa deganda tong etib, mugdab o'ltirgan Qosimni Tatuq o'ylig'i elib chiqib, qo'rsqiga yegidek tomoqdan ozroq berib, uni birisining qo'liga tarbiyalashga tutqizdi. Hamda boshqalarga bir haftagacha bozor o'ynag'ili sirtqa chiqmaslikka buyurib qo'yib, hozir vaziyatning yaxshi emasligini uqtirib qo'ygandan keyin jiddiy bir ishlar bilan sirtqa chiqib ketdi. Bu asarning bugungi anglitisi mush yerda tugdi. 15-qissa. Shuna qilib Qosimning ichkirdagi o'g'irlik hayoti boshlandi. U dastlabki 2-3 kunda tayoqni bo'lishigacha yeb, yuz ko'zining qizarmagan, ko'kamigan, qonimgan yerlari qonmadi. 4-5 kun bo'lgandan keyin asta-asta qo'llarimi xalqning yonchug'iga kirishga xeli ko'nib, xeli yomon emas yonchuqchilik kasbini o'rganibmi qoldi. Oradan 8 kun o'tgandan keyin Tatuq tuyuqsizlik qaytib kirdi. U kiribla Qosimni tarbiyalashga topshirgan Akram bilan Qosim ikkisini ayrim chaqirib, Qosimga o'g'irlik qilishni yaxshi o'rgatmaganligini so'rab, ham bir narsa o'g'irlashini ko'rib yiqib, Akramni maqtab qo'yib, yaxshi ukam, yaxshi. Yaxshi tarbiyalabsan. Qosimjon, qandaq bu yerga ko'nib qoldinglarmi ya? Bizning gapimizga kirsanglar, yaxshi kun ko'rsizlar. Bo'lmay qolsa, qog'inni o'zinglar bilinglar juma. Aras, Nuriman adamni baldirroq o'ntib ketganinglar yaxshi. Qizlar desanglar, bu yerda qizlar pekchiq. Shular bilan o'zinglarni xo'sh qilsanglarmi bo'laverdi. Akramjon, mush yaqindan Qosimjonga bir narsaga to'p javob tortdinglar. Tutinglar 10 ming so'mni.
Qosimjonni atrofdagi yaxshi diskoxonalarga akirib o'ynatib chiqinglar. Lekin bak paqas bo'lib o'ynaysizlar juma. Qog'inini o'zim deymizmi bilasizlar. Saqchilar bayqab qolmasa. Shuna qilib bu ikkisi 1000 so'm pulni ko'tarib, mush atrofdagi yotiqqa yaqin diskoxonaga kirib, pivo buyurtib ichishib o'ltirdi. Bu diskoxonadagi asosiy rigidek yo'ldoshlar bo'lib, Qosim ularning tilini tushunmagachga, pivisini ichgach, xiyollar qaynimiga g'arq bo'lib o'ltiradi. Balkim u yana burunqi kunlarni eslayotgan bo'lsa kerak. Ko'zlaridan taram-taram yoshlar quyulayotdi. Akram bo'lsa, yeniga bir xanzu qizchaqni akilib, shuning bilan paranglashib, yejishib, badqiliq ishlarni qilib o'ltiradi. Akram uning michildab o'ltirgan holatini ko'rib, uningga: "Oy, Qosimjon, nimaga michildab o'ltirsan deyman? Ning yig'lig'ining bilan beka. Endi bu yerdan ketolmaysizlar. Qanaq? Sizlarga qizlar lozimmi ya? Lozim bo'lsa, akeldirib beraman." U romkadagi pivini ko'tarib, asta yeshini surtib etib, "Bo'ldi, menga lozim emas. Sen o'ynavagin." U yana romkaga liqlab pivi qo'ydi. Maylamsa, qizlarga tavonlar bo'lmasa. Birdan pivi ichgach o'ltirib turinglar. Men hozir bu qizjaq bilan ishimni tugatib chiqaman. Boshqa yerga qalaymaqam menib yurmanglar. Bo'lmasa, qog'inni o'zinglar bilasizlar juma. Deb qo'yib, xanzu qizchaqqa bir nimalarni xanzuchi qaldirlab, uning bilan qo'ltiqlashib, nalargadir g'oyib bo'ldi. Ular yerim kechida ishlarini tugatib, yana yotoqqa qaytib keldi. Atsa deganda Totuq ularni uyg'otib, "Qo'pinglar, Qosimjon uxlavermay. Sizlarni bozor o'ynanglar desam, toza qamlashtiramay, menga ziyon soladigan chiroy yiqib qoldim. Eng yaxshisi sizlar oshxonada yordamlashinglar. Shu oshxonada ish bo'lmasa, tangjonliqqa bo'lsa-mi yordamlashinglar." deb uni mashinaga chiqarib, yotoqdan xili yiroq bo'lgan, lekin avvat bir ko'chadagi oshxonaga akirib, shu oshxonada ishlaydigan hamma oshpazlarni yig'ib, uni tanishtirib o'tdi. Bu yoqning ismi Qosim. Shinjongdan kelgili 15 kun bo'ldi. Bugundan boshlab oshxonaga yordamlashadi. Oshxonaning ishlarini obdan o'gitib, yaxshi yetaklab mang'asizlar. Qosimni sizlarga topshirdim amisa. deb shu oshxonaning bosh oshpazimi qandaq bir semiz burutliq odamga qarab qo'yib chiqib ketdi. Burutliq semiz u odam Qosimga mansitmagan holda qarab qo'yib, "Fuka, sening yotog'ingni mush oshxonaning ostidagi yer osti uyga o'g'irlashtirib qo'ydik. Kiribli yotsang bo'ladi. Qog'onlarimiz oshxonada yotmaymiz. Hammamizning ep qo'ygan yotiqimiz bor. Javob chekadigan bo'lding endi. Hozircha mush yerda yetib tursang, yotiqingni kelarki oyda boshqa yerga o'g'irlashtirib beray. Qanday Fuka? Qo'lingdan nima ishlar keladi? Kavob pishira olamsan ya?" Ancha-muncha pishira olayman, lekin shu tomoq qilolmayman. Fuka, o'g'il bola bo'lgandan keyin nimaga kekashlaysan deyman? Qo'rqib ketdingmi nima bir narsadan? Qilsang qila olayman-da, qilolmasang qilolmayman-da. Kekashlab, tamtirab, qo'rqib yurishning hojati yo'q. Deymizmi Qosim necha kundan tayoq yeverib, bir narsalardan qo'rqib ketdimi qandaq? Yoki o'zining o'tkazgan xatoliklarni ichiga elib ketganligidan qandaq jimg'irlashib, ortiq gap so'z qilmaydigan. Ham bir kishiga qarshilikmi qilmaydigan bo'p qolgan edi. Shuna qilib Qosimmi oshxonada ishlagili turg'ili bir oycha bo'p qoldi. Ham oshxonada qo'rsiqiga tomoqlarni vaqti-vaqtida to'yg'ida yeb, necha vaqtdan beri tayoq yeb, qo'tor basgan yuzlari paqirab, qo'rsoq selib qoldi. Ham bu bir oy jarayonida oshxonadagilar bilan xil obdallar chiqishib, ancha-muncha kesh vaqtlari o'ynag'ili chiqib, necha vaqtdan beri tushgan kayfiyatlari o'ngshilib, xili kayfiyatlari ko'tarilib qoldi. Shunday kunlarning birida oshxonaga ishlaydigan bir chiroyli qizchaq uningga yaqinchilik qilib, uning ko'nglini buzg'ilib turdi. Bir kuni oshxonani hammaylan taqab bo'lib, ishdan tushgan chaqda Qosim o'zining yotiqiga kirib, xiyoliga petib yetayotgan shu chaqda uning eshigi tuyuqsiz taraqshidi. U mu ortiq o'ylamayla do'kondagi birasi do'konda bir narsani unutib qolgan chig'i deb eshikni ochib turishiga u qizchaq kirib, eshikni tezda taqab, xuddi ayni vaqtdagi Nuriman Qosimning bo'yniga eslagandek qiliqlarni qilib, Qosimning holini qo'ymadi.
Qosimmi necha oylardan beri ayol zotiga yiqilishib boqmag'achqimi, uningmi shahvoniy havasi qo'zg'alib, shu kecha ikkisi bir yotoqda yotdi. Ham bunday ishlarmi necha 10 qitim bo'ldi. O qizchaqning ismi Fatima bo'lib, o'zi chiroyli, muloyim, ishchan qiz edi. O qizchaqning boshqa maqsadi bormi yoki rostlik Qosimga kuyib qoldimi, uni bilgili bo'lmaydi. Davomli Qosimning atrofini cho'rgilab ketanmay yuratdi. Shunday kunlarning birida Fatima uningga bir kuni oqshomisi gap echib, Qosim, biz bu yerdan qochib ketaylik. Yana yurtimiz Shinjonga qochib ketaylik. Bu gapni anglagan Qosim cho'chibla Fatimaga birdam qarab turib ketib, "Nima da'vatsiz Fatima? Bu yerdan qochib ketgili bo'ladimi? Bu yerdagi ishlar mushundaq tursa, yoki kimlik, nupus degandek bir narsa bizning qo'limizda bo'lmasa, u narsa bo'lmasa, avtobus yoki poyezdga chiqamaydigan tursak, tekshirishlarga kelganda to'silib qolamiz. Uning ustiga olim Totuqning odamlari hamma joyda bor." deb Fatimaga qarab ufsunib qo'ydi. Xotirjam bo'ling Qosim. Siz men bilan qochib ketishga ma'qul bo'lsangizlar, kimlik, hamma narsangizni tayyor qilib qo'ydim. Fatima uning oldiga o'zining kimligi, nupuslarini tashladi. Qosim o'zining kimlik, nupuslarini qo'liga elib, bir ko'rib, biri ishonmay xo'shal bo'lib, "Siz bu narsalarni nerdan topdingiz? Qanday qilib chiqdingiz? Sizga haqiqatan qoyil bo'ldim juma Fatima. Ayting, bu narsalarni qanday qilib chiqdingiz?" Fatima Qosimning hayajonlanganligini ko'rib xo'shal bo'lib, "O'zingizmi bilasiz, bu olimning oshxonasi. Kunda olimning qo'lida ishlaydigan odamlarning hammasi degidek bu oshxonaga kirib tomoq yeydi. Shuning ortida Asqar ismli olimning yaqin bir qo'lcho'moqchisi bor. Bir kuni u meni so'ringa chaqirib turib oldi. Bormayman desam zo'rlab opirib, kech bo'lganda mashinasiga besib ib ketdi. Menga zotli amal bo'lmadi. Shuning bilan menmi amal yo'q, uning yotiqiga kirdim. U mening kirishim bilan yotoqning eshigini taqib olib, menga yomon niyatda bo'lg'ili turdi. Aradan uzoq o'tmayla olim Totuq odamlarni kirgizib, uni chaqirib chiqib ketdi. Shuning bilan yotoqda men o'zim yolg'iz qoldim. Tasodifiy bir fursatda uning tortmasini ochib qarasam, bir sanduq turibdi. Uning nimaligiga qiziqib qolib sanduqni ochib qarasam, uning ichida olim Totuqning qo'lidagi hamma odamning kimliklari ham shularga oid materiallar bor ekan. Shuning arsida sizning, mening kimligim bor ekan. Shuning bilan men ortiq o'ylamayla ko'tarib chiqdim. deb Fatima gapini tugatdi. Qosim bo'lsa Fatimaga qarab turib ketib, "Bu narsalarni ib chiqqaningiz yaxshi bo'pti. Biroq qochib ketish uchun yaxshi planlarni tuzmasak bo'lmaydi Fatima. Agarda qochish jarayonida olim Totuqning qo'liga tushib qolsak, o'zingizmi bilasiz, o'lgandami battar qiynaydi. Uning ustiga qo'limizda bir taksi to'sqidek pulmi yo'q. Yana qossaqmi nega bora olaymiz danga?" Qosimning bu gapini anglagan Fatima umidsizlik nazarida Qosimga qarab, "Qanday qo'rqyapsiz? Men chig'imda bu ishlarni qo'rqmay qilib, sizga qochib ketaylik da'vatdaman. Siz bir tuyrakdek erkishtirib qo'rqyapsiz Qosim. Mayli, men bu olimning qo'lidan qochib ketolmasam, endi o'lsam o'rminim yo'q. Men mushu yoshgacha yashab, o'zim bilan tang tushlarim tortmagan jafolarni tortibdiman. Ko'rmagan ishlarni ko'rdim. O'zim qilishni xohlamaydigan ishlarni qildim. Endi mening zotli chidag'uchilikim qolmadi. Endi meningmi odamning g'ururim bilan yashag'im bor." U bu gaplarni qilib bo'g'icha bilinar bilinmas lavlari yengil titrab ketdi. Ko'z chanoqlaridan bir tomchi yosh sirg'ib tushdi. Qosim bu qizning hayotida bir hikoyaning yushurganligini sezib bo'g'ay ortiq gap qilmadi. Asli men o'zim yolg'iz qolsam qochib keta olmayman. Lekin men yana ayol kishi, bir ayol kishining yanida o'ziga bexatarlik tuyg'usi beradigan er kishi lozim bo'ladi ekan. Bu asarning bugungi anglitishi mush yerda tugdi.